Bu rassosumuz 910. 910. O'sha ham to'lchaga 900 da. Filtrimizdan chiqadigan suvni ko'ramiz. Bitta choy olaylik. Ha, bo'ldi, ha. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir ham pichir rasso bo'lgan, o'shan hisobi 15. Hozir 14 ga ham tushadi buningdek. 15 da. Ulardan boshqa olayotgani? Yana. Mana turibdi. Asli bo'lsa mana Sirdaryoga Asilbek uyiga o'rnatib berdi. Filtr apparat 5 tali. Xudo xolasa suvlarni og'irligi 1000 ekan, 900 ming. Endi filtrdan chiqayotgan suvimiz hozir ko'ramiz. Nasıl bo'lsa ko'ryapsizmi? Vashti. 10 da. 9 chiqyapti. 9 ha, endi baribir pichib ishlaydi, baribir 10-11 chiqadi. Bu degani zo'rda. Zo'r. Ichpan ko'rib aloqada o'zi ichsangiz ham bilinadi. Va domda oqayotgan suvimizni o'lchab ko'ramiz hozir. 822. Mana shu suvda hozir 9-10 qilib beryapti apparatimiz. Bo'lmasa mana. Mana. 910. Zo'r ishlar. Sirdaryoga o'rnatdi. Asli bo'lsa soatga 500 litr. Xudo xolasa Asilbek dokumentlarni to'g'rilab olsalar, keyin o'zi biznesni boshlaveradi. Hatto ishlayapti, hammasi chotki. Kimga agar shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.